Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va obunachi bo'lmaganlar. Mana bugun xudo xolasa Sergeli dahasida Mama Kitchen degan restoranning ochilishiga ehson oshini tayyorgarligini ko'ryapmiz. Inshaalloh. Hamma narsalarimiz tayyor, cho'tki qilib tayyor qilib qo'ydik. Yog'lari mana veliki oshpaz shef povur Usmonjon. Assalomu alaykum. Mana veliki oshpaz povur Shuhratjon va kamina Jamshidjon bo'lamiz. Xudo xolasa mana proses boshlandi. Birinchi mana pista yog'ini qo'yyapmiz. Rastительный masla deydi buni ruschasiga. Taklashkalar ham просто tak ketmaydi. Yoqamiz uni ham. Ketidan mana xudo xolasa paxta yog'ini yoqib so'yamiz. O'zi qizdirilgan Paxta yog'. $30 kilo inshaalloh guruch bosyapmiz. 30 kiloga mana 10 litr yog'. Qo'y go'shtidan inshaalloh bugun so'ydirib keldi. Mana 50 kilolik uylanmagan qo'chqor go'shtlaridan bo'lyapti. Proses ketdi. Tak. Mol go'shtimiz ketyapti. Ozgina suyaklari ham bor, sal mazalari chiqishi uchun. Piyoz ketdi mana. 30 kilo oshga bir odamlar 10-15 kilo piyoz so'varadi. U shart emas. 1 tonna piyoz solib yurmaydi. Ozgina piyoz bilan ham osh xudo xolasa pishadi. Piyoz sal-pal mazasini keltirish uchun solinadigan narsa bo'lib chiqadi o'zi oshda. Piyozsiz ham qilish noto'g'ri. Davay. O'chon oldiga ham o't bo'lmayapti. Havo harorati 45, o'chon oldida 70. Afrika ish qilib. Xudo xolasa 30 kilo guruchimizga 45 kilo go'sht so'yamiz inshaalloh. Mana bunaqa go'shtlarni tayyorlab olganmiz. Qo'y soni, qo'li, qo'chqorni o'rab tayyorlab. qozon alyumin bo'lganiga shunday go'shtlarni solib suv quyib yuboramiz. Bo'lasam kega oladi. Proses ketyapti. Suv ham bir pasda qaynab chiqdi. Sal kovlab olamiz endi.
Bo'ldi. Endi inshaalloh ozgina qaynab sal go'shtlar o'zini paqayiga kelib qoladi, xudo xolasa. Ускоренный osh. Bir kilo tuz. Novotlarni ham soldim. Mana 2 kilo novot. Yetib qolar paka novot. Novot yetib qolar deyman. Nohotimiz Americano degan nohotlardan. Qora qand. Bu anaqa ekan, qora murch ekan. Saladashdim. Zira zominni zirasi. Qora qand, barbaris. Qizil sabzi. Magizimiz. Yana ozgina tuz, bir 200 grammdek ketdi. Oxirgi sabzimiz. Alaykum assalom. Samolyot bo'ling. Mana xudo xolasa oshimiz sekin asta yetilyapti, xudo xolasa inshaalloh. Olovni cho'g'ini ham sal pasaytirib qo'ydi. Pas olovda sekin mana guruchlar sabzilar dimlanyapti. Mana xudo xolasa guruchlarni bosyapmiz. Hamma kadrda 30 kilo mana chöp lazerimizni inshaalloh bosyapmiz, xudo xolasa. Kelinglar, oshga marhamat. Bunaqa osh yemabsiz, Mama's Kitchenga kelmabsiz. Inshaalloh oshimiz почти tayyor. Ozgina qoldi, mana guruchlarimiz xudo xolasa yetiladigan darajagacha keldi. Hozir bitta aralashtirib inshaalloh dimlab qo'yamiz. Çay yüzüğü bo'ldi, mana bu kaptirlar bor, aralashtirgan. Istayani kichkina kaptirlar bo'lardi. Qo'shuvlarda ham pishiraversan o'zing. Qo'shuvlarda aralashtirib olsang-chi. Qo'y go'shtini hidlari, aromatlari zo'r bo'lib chiqib turibdi.
parida pishayotgan guruch bor. Tarqatamiz. Shu turasizmi? Chiqinglar, ehson qilyapmiz. Olib ketasiz o'zingiz bilan. Sotmaymiz, shunda olib ketasiz. 2,5 da. Mana dimlayapmiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Ha, inshaalloh oshimiz tayyor. Xudo xolisa. Kelinglar oshga marhamat. Ya maşallah. Ana. Bitti. Silkitib olib olaverasiz. Alhamdulillah. Oshimiz zo'r, chotki chiqdi. Законный bo'lib yetildi. Master своего дела. Oshpaz Usmon aka. Bemalol любой joyga, любой условияlarda osh pishirishga chaqirursangiz bo'ladi. Любых условиях. Мы в таких критичных работали, не представляете. Видео есть, покажу. Да, обязательно. Mana bozorda anaqalari, hozir ishlari. Joy bormi ichkarida? O'shani aytmoqchiman. Bo'ldi. Hozir aytaman. Hozir. Olib turasiz. Bemalol. Bu ishlarni qaranglar, xil bo'lib ketgan mol go'shti. Shunday erib ketadigan. Mana boy bo'lsa, ham qo'y go'shti emas, zo'rliklari. Ikkita shef povur ishlayapti. Все? Сейчас Надо было на мой снимать, я могу это делать. Нормальную силу. уже общий фильм, короче, кино соберу там. Вырежу то, что я. It's my life, and it's now or never.